Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugun 10 aprel 2026-yil Bog'ot avtomarketdan sizlarga bu videomizda Bog'ot avtomarketda turgan hamma Cobalt'ning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Aziz yurtdoshlarimiz, bizning manzil Bog'ot Center, Hazaras Urganch katta yo'li Bog'otni GAISining yonboshi GAIga deyib turibdi. Mana shu yerga kelib, mashinalarimizni naqd pul, avtokredit, avtobarter asosida xarid etsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi mashinamiz 2025-yil Cobalt Midnight bor yo'qi 3000 km yurgan. Radnoy kraska 100%, birinchi nomerlari olingan, 4 yumshoq balonda qilgan. Metan gaz o'rnatilgan, tonirovka urilgan razрешение ham bor. Bahosi xudo xolasa zo'r narxda bo'ladi. Salonlar ham döşalib turibdi, chexol poliklari gizilgan, 3700 km probeg. Bahosi 149 million so'm. Zo'r narx do'stlar, avtokredit hamma variantlar bor. Xo'p, keyingi mashina 2023-yil mexanika Cobalt. Mashina 24 ming yurgan, kraskasi 100%, radnoy metan gaz o'rnatilgan, 4 yumshoq balon paketda qilgan. Plus bir baloni 500 metr, 50 kilometr, 500 metr ham yurgani yo'q. Yonboshdan qo'yib o'tirganmiz, 24184 kilometr yurib turibdi. ABS tormozi bor, sababi yili 23-24, kuzov 24 bo'ladi. 23larda bilasizlar, почти hech qaysisida ABS yo'q. Mana kuzovlar 24, shuning uchun ABS bo'lib kelgan. Bu mashinamizning bahosi 145 million pul bo'lsa, baravaramiz. Xo'p, bu ketdi. Keyingi mashinamiz 2020-yil GKX Svet mexanik korobka Cobalt. Mashina kraskasi 100% radnoy, metan gazlari o'rnatilgan, 4 yumshoq balonda qilgan, avtomat korobka Cobaltning ko'na variant diskasi ham o'rnatilgan. Avvallari shunday bo'lib chiqqan-ku. Monitor yurgani 42398 km, klapanlar kulish deymagan, sostenasi вообще ideal hayotda. Shuni bir ko'rasizlar, kam 23-yil mashina bo'lasizlar. O'ta ideal holatda. Bu mashinamizning bahosi 115 million so'm, avtokreditda 25 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 3 million 200 dan 4 yil chiqadi. 5 yillik emas, 4 yillik bu. Xo'p, bu ketdi. Keyingi Cobalt'imiz 2024-yil avtomat korobka 46 ming km yurgan. Bir krelda kraskasi bor, qolgan joyi radnoy, metan gaz o'rnatilgan, 4 yumshoq balonda qilgan. Salon holatlari, ABS tormozlari bor. Mashinamizning bahosi 127 million. Ishtiroladigan bo'lsa 25 ga beramiz. Avtokredit olaman desangizlar, plus minus bir uzoq bilan 5 million so'm pul kelasizda, hamma rasod o'zlarimizdan avtokredit chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4,5 million so'mdan 5 yil chiqadi. Xo'p, keyingi mashina 2023-yil Zeus rang mexanik Cobalt. Mashina 40 ming km yurgan, metan gazi bor, pokoleniya metan, 4-pokoleniya. 4 tane paket bo'sh balon qo'yilgan. Salonlar ham akkuratni. Yurgan kilometri 40227 ni yurib turibdi. Klapanlar kulish deymagan, sostenasi zo'r, kirchiq-pirchiqlari yo'q. Mashinamizning bahosi ishtiroladigan bo'lsa 125 million so'mga beramiz. Xo'p, keyingi mashinamiz zo'r narxda 2025-yil avtomat korobka style variant Cobalt. 17 ming km yurgan, radnoy kraskada propan gaz o'rnatilgan, 4 yumshoq balonda qilgan. Plus mashina shumka bo'lgan. Monitor, aquaprint, reflektorlar 17399 km, puls kontrol, hidroregistrator qo'yilgan. Mashina tayyor, bahosi 140 million so'm. Shikaland zo'r narxda do'stlar, 140 million so'm, 25-yil, kam probegli, shumka, balon, hamma joyga qo'yilgan Cobalt uchun zo'r narx. Xo'p, keyingi Cobalt'imiz sotib beradigan 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni metan gazlari o'rnatilgan, 4 yumshoq balonda qilgan. Mana do'stlar, chexol poliklari gizilib turibdi. Kraskasi krelida 2 qarish yerida kraskasi bor. Qolgan joyini radnoy dedilar. Bir xatar o'zi uchun kelib ko'rib olasizlar.
Bu maşınımızın bahası 88 milyon so'm. Xo'p, ana endi keyingi Cobalt'imiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt 127 ming probeg yurgan kraskasi kapot krelida bor, qolgan joyi rodnoy metan gazon natılangan 4 yumshoq balon taqilgan plus mashinamiz shumka turgan. Chexollar gizlagan, ayaklardan e'lon to'shalgan. Bu mashinamizning bahosi 93 million so'm. Zo'r narxda avtokredit olaman desangizlar. Общий xarajat hamma o'zi bilan 9 million so'm pul kelasizlar. Hamma rasoshin ichida bitadi. Oylik to'lovi 3 million 300 mingdan 4 yilga chiqadi. Xo'p, bu ketdi. Keyingi Cobalt 2025 yil avtomat korobka style variant Cobalt. Mashin 956 kilometr yurgan. Birinchi nomer olingan. Boshqa hech qanday ishlatilmagan. Почти paket mashin. Bahosi 150 milliondan kelishiladi. Xo'p, keyingi mashinamiz 135 million. 2024 yil 100% rodnoy 35 ming kilometr yurgan avtomat korobka Cobalt. Metani bor, 4 yumshoq balon taqilgan. 135 milyon so'mga kelib xarid etkizsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi mashinamiz 2024 yil avtomat Cobalt rodnoy 60 ming yurgan, metani bor, 4 yumshoq balon taqilgan, tonirovka urilgan raziyasi bor. Salon holatlariga qaraydigan bo'lsak, yana do'stlar, monitor, Malibu 2 bar, Malibu 2 roll, chexol polik, patologlar qaratilgan, laminatsiya ishlari bo'lgan, orqa taraflardan pizoksil faralar ham taqilgan. Bu mashinamizning bahosi 148 million. Ishtir oladigan bo'lsa 1,5 so'm kelishamiz. Keyingi mashinamiz do'stlar 2025 yil 3900 kilometr yurgan avtomat Cobalt. Birinchi nomer olingan, tonirovkaning raziyasi 1 yil bor. Top-toza paket mashin bor, ayaklarga polik o'rnatilgan. Bu mashinamizning bahosi 146 million bo'lsa beramiz. Xo'p do'stlar, bu tarafda men ham bir Cobalt'imiz bor, hozir ko'rsataman. 2022 yil zo'r narxda bo'ladi. Xo'p. Yana do'stlar, ish Cobalt 2022 yil Chokasvet avtomat 34 ming kilometr yurgan. Arka bir dona krelosida kraskasi bor, klapanlar kirishtirmagan, metani bor, 4 yumshoq balon o'rnatilgan. Salonlar ham akkuratni va sidiniyasi ham boshqachadan led dedim. Led bo'lgan xilisidan emas, qattiq xilisidan. Bu mashinamizning bahosi do'stlar 115 million so'm ishtir olsa beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, Bog'ot avtomarketdagi Cobaltlar shulardi. Qaysidir biri sizlarga ma'qul bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilsangizlar.